漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Mushundaq kichik uyga 6 jon odam sig'andiq. Yo'q, og'irmanglar. Dadam o'lgandan keyin men mush uyning xo'jayini. Bundan keyingi ishlar mening deganim bo'yicha bo'ladi. Uqtirlarmi? Xo'p. Endi uyga kiringlar. Mening ismim Fukuzawa Yokochi. Bu men 7 yoshga kirgan chaq. Biz ilgari Osakada turatdik. Dadam o'lib ketgandan keyin Kyoshyodagi Chiyokoga ko'chib kelgan edik. Akam dadamning o'rnida Chiyokodagi begimning xizmatini qilishga boshladi. O samuraylarning xislatiga xos bo'lgan madaniyat safosini egallash uchun bir mezgil nihoyat test tushungili bo'ladigan kitoblarni o'qishga kirishib ketgan edi. Opam bilan ushadan bo'lsa oilaning yukini yengiltish uchun doim degidek jip-jig'in ishlarini tepib qiladi. Men bo'lsam bilib bo'ldim. Endi nima ish qilaman? Rost qozonamay. Kashni yasab qo'y. Apa, uyda joyi tugab ketibdi. Men hozir chiqib akraymi? Ma'qul, akragin bola. Men mangdimamsa. To'xta. Yo'q-chi. Samoyning o'g'li Jang Yupangning o'g'li chiqqan nadi bu? Sen xijil bo'lmaysan. Xijil bo'lmayman. Nima, yaxshi emasmi? Nima deydigansan? Bundaq ishlarni ayollar qilish kerak. Erlarning qilgan ishi. Yo'q-chi. Hey! Menga azan Jang Yup bering. Rahmat sizga begi. Nima ish bundaq deydi? Menga hech qanday xijil bo'ladigan ish bo'lib qo'yilmadi. Balki men cheklimiga uchrashni yoqtirmaydigan g'alati mijozlik bola bo'lsam kerak. Oh, Yokochi. Apa, 135 bo'ldi. Apamning bir mijozi bor edi. Qalandarlarni ko'rsa, uyga chaqirib kirib, ishtini tozalab, yuyindirib, holatini xabar berib qo'yatdi. Yana teqi meni yordamchi qilib oladi. Apam qiziq ayol edi. Nima degan qiziq, endi butunlay tugadi. Rahmat. Endi yuyini veling, sal turib sizga tomoq beraman. Voy, Yokochi, chochlaring o'sib ketibdi. Endi sening chechingni tushirib qo'yay. To'xta, Yokochi. Samoylar doim pokiz yurish kerak. Chechingni darhol tushirib. Kela. Yo'q, tushamayman. Yokochi, qandaq azroq qaraq bersam ma'qul deb tushirib etamsan. Aroq? Rasma? Ha? Bu qandaq gap, apa? Kichik bolaga aroq bersang qamlashmaydi. U amroqkan emasmi, ha? Amroq bo'zib beramsan. Nima degan sesi? Turg'ul bo'lmadi. Apa, qalandarga kirib yana yuyindirdingmi? Qandaq bo'lmabdimi? Albatta bo'lmaydi-da. Nima degan bilan men opamning mijozini tatqin o'xshayman. Bundaq ishlardan akam doim xafa bo'lib ketadi.
Kira uyga. Sen Samoroy'nun oğluga okşamsan. Bununla nimene fizilganligini bilemsen. Men degan xo'jayin. Ha. Buni dessan bo'lamdi. Samoroy'nun oğlu bo'lib qolganing teqi. Qopamıg'in bexastalık qiptiman, bexastalık qiptiman. Jazolayman. Seni cho'qim jazolayman. Sen qarab tur. Jazolayman. Men jazoni qabul qilish uchun kutib o'tirdim. Ammo hech qanday jazolarga uchramadim. Shuning bilan men texim yurakli bo'lib ketdim. Apa, apa, Nim boldun, qapaklaring tushib ketib. apa senin karşınca dünyada en ulug' adam kim? Eng ulug' balkim iloh bo'ls kerak. Emese ilahның ismini bunu qog'ozga yozbagin. Nima qilasan? Sen sorma yozbagin apa. Voy, bu shundoq muhimmidi? Yezib beray. Yani bir qitim. Qancha ko'p dessammo jazoga uchirmaydigan o'xshayman. Yo'q, ko'chi, o'zing yolg'iz bu yerda nima ish qilyapsan? Apa, Men ko'rib baqsam bo'lamdi. Rostni aytsam, meningmi alla-buralla sinab baqqim batdi. apa aslida senmi? Asta akam anglab qoldigan bo'lsa chataq bo'ladi. Xo'p, Kim o? Uyda nima qilyapsan? Vaqtning o'tishi bilan menmo 14 yoshga kirib qoldim. Keyin men oliy maktabda o'qigan bo'lsam-mo, amaliyotda u chog'larda men ati xat savodim chiqmagan edi. Apa, endi sen qanday deyapsan? Bu bola 14 yoshga kirib qoldi. Texcha savodi chiqmadi. Amaliyotda u döt emas. Bir necha kundan keyin u o'qishga kirishib ketdi. O'qishni yomon ko'radigan bolaga nima amal bor deysan? Bir necha kun deysan, zodi qancha kun? Shunga men doim opamning sababidan majburiy o'qimagan edim. Xuddi opamning deganidek, nima sabab bo'ldi bilmadim. 15 yoshga kirgan yili birdilla o'qishga qiziqib qoldim. Shuning bilan jon tikib degidek o'qishga kirishib ketdim. Ehtimal uzundan buyon yig'ilib qolgan zihni quvvatim birdilla etilib chiqqan bo'lsa kerak. O'qish irodam texim kuchaydi. Men ko'p taraflamalik bilim olish uchun Nagasaki, Okasaga berib g'arbcha bilim olmoqchi bo'ldim. Oilamdagilar buningga qo'shildi. Akam garchi men qattiq talab qo'ygan bo'lsa-mo, mening ko'p taraflamalik bilim olishimga qo'shildi. Ammo uzun o'tmay o'ylamagan bir ish yuz berdi. Akam to'satdan og'rib o'lib ketdi. Fukuzawa oilasi to'rigidan ayrilgan edi. Endi bo'ldi. Akam o'lib ketdi. Men Fukuzawa oilasining varisi bo'lish sifatim bilan Chiokodagi bagning xizmatini qilishga boshladim. erkakmikan? Yo'q, faqat Men yoqtirmayman. Qani xo'sh. Xo'sh emisa? nim bo'ldi, Yokochi? Zerikib ketdim. Her gün aş ma'nisiz kitaplarını görüp, taniyoq oyunlarını oynab, içim bek sıkılıp ketdi. Neymiş qechib ketmaysan, Yokochi? Sen Osakaga qechib ketgan bo'lsang yaxshi bo'ladi. U yerda sen qiziqadigan narsa bor bo'lsa kerak. Men sana yaxshi ko'radigan narsangni tashlab etma demoqchi.
Lekin akam ağırıp yetip qalğan çağda xalqdan 40 sel tengini qarz alğan emasmydyk. Yana kelip seni bu yerga yalğız taşlap qo'ysam bo'lmaydi-da. Men yalğız qalsam hech qisi yo'q. Terikçilik, jipjingni ishini qilib kunimni ala alayman. Qarz alğan pulni öydagi besatlarni setib tölesak bo'ldi. Endi o bo'ladigandu. Xo'jayin, buni mi setib bitayli? Apa, bu dadamning narsa emasmi? Lazımı yo'q. Hammani sotandiq. Yo'q. Men opamning qaroridan bakma hayron qolgan edim. İşlimini qoldirib qo'ymabdiq-ku. Hammani setiverdik. Yo'q, ko'chi, qachonli yo'lga chiqsam bo'ladi. Xo'p, Bu mening ixtiyorimdagi ish. Sen ansirmasangmi bo'ladi. Uqdingmi? rahmat. Mana bu Fukuzawa Yokochining balaliq davridagi hikoya. Fukuzawa Yokochi keyin Edo davridan Meiji davrigacha bo'lgan orliqda Yaponiyada nihoyat zo'r rahbarlik rolini o'ynadi. O ta'limnoma nomli bir kitobni yozdi. Ta'limnoma yoshlar orasida nihoyat zo'r ta'sir qo'zg'adi. Yokochi ta'limnomining birinchi betiga Xudo odamni odamdan yuqori yaratmagan, odamni odamdan to'g'ri yaratmagan deb yozgan edi. Demak, hamma odam mayli er, mayli ayol, mayli boy, mayli nomrat, mayli davlat tavalliga o'xshash bo'lmasin, hamma odam baparada, yuqori tavallik yo'q. Fukuzawa Yokochi aytgan bu bir jumla so'z opsidan miros qolgan bo'lib, eng muhim boyliqdir. San'at markazi deb atalgan Paris shahrining cho'ng ko'chalarida esim hozir kiyingan kishilar bu yan o'tishib turadi. Hozir so'zlaydigan hikoyamiz bundan 130 yil ilgarigi ish. Bir rassom Parijning g'arbiy qismidagi sahrodan buovat Paris shahriga keldi. Uning ismi Meller edi. Belki mush atraf bo'lsa kerak. Derhalda Paris'e kelib oldim. Millerga nisbatan bu uning 3-chi qitim Parijga kelishi edi. Oldingi 2 qitim Go'zal san'at maktabida o'qish, chizgan rasmlarini ko'rgazmaga qo'yish uchun kelgan edi. Endi bu qitim o'qishmaydi. Bu rasmsiz san'atini egallab bo'lgan edi. Bu qitim Parijga kunlarning bir kuni mustaqil bir rassom bo'lish istagi bilan kelgan edi. Miller yurtida chizgan rasmlarini elib, o'zi to'laydigan rasm savdogarining do'koniga keldi. Mender efendi, görüşmekle uzun boptu. Ben daim kişilerin sizden haberinizi anlap durman. Anlasam siz profesör bopsiz. Nädikini men rad qilib etdim. Aha, nimde bir et kıldınız? San'at saviyamni texim yuqori ko'taray deb rad qildim. Shunga siz buni ko'rib baqsınız. Mana. Hakikaten yuqur maharet bilen sizip çıkıpsiz. Hakikaten obrazlık boptu. Ondaqda siz bu rasmlarni setib bergan bo'lsangiz. Yak. Mender efendi, ben bundaq resimlerinin setilişine kafaletlik kılanmayman. Lemiş bundaq deysiz? Bu resimlerde bütünley dihalla tasvirlenipdi. To'xtab turing, ha. Mana mandaq resimler qarşılanadi. Yaxshi bahada satqılı buludu. Sizin resimleriniz bu yerda bozor topamaydi, hem satqılı bo'lmaydi. Mening rasmlarimda pak tabiat bilan sahralar tasvirlangan. Mayli nemi desiniz de, ben hergiz qabul qilmayman. Siz başqa do'konlarga apirib bering, ha. Hay! Bu xil rasmlarga xaridor chiqmaydi. Saltanatli, kishini jalb qilarlik rasmlarni siz akilang. Mushundaq rasmlarning bozori ishtik bo'ladi. Efendi, aq yo'l bo'lsin. Kep turasiz. Hey, texchi ketmabsiz-ku.
Nemişqa hemmisi mening rasmlarimni yaratmaydi, ha? To'g'ri, qaraganda men texi pishmagan bo'lsam kerak. Bir necha parcha rasm chizibla o'zimni qaltis chaqlab ketgan o'xshayman. Bunda qilsam qanday bo'ladi? To'g'ri, davomli tirishman. Miller bel qo'yvatmidi. Uning armas talmas g'ayrati boy. O kech kunduzlab jon tikib degidek uydan taloga chiqmay rasm chizdi. Kunlar oqi-oqidan o'taverdi. Yana kimsan ku? Hadisla etiz bilan dehqonni sizgansan. Bu sahrali to'mpay. Darhol chiqib ket. Chiqib ket. Yo'qol. Zodi nima uchun shunday qiladi? Ular nemishqa mening rasmlarimni yaratmaydi. Chashqan, sen uqdingmi? Miller yana bir qitim mag'lubiyatga uchradi. Uning ko'ngli bekli bearam bo'lib ketdi. Biroq o bir irodaga kelgan hamon hargiz kayniga chekinmaydi. O ig'ri besiqlik bilan rasmlarning svitini, odam bilan manzaralarning moslashishini tahlil qilib chiqib, yangidan fikr yurgizib, ijod qilishga iroda bog'ladi. Boyoq tugab qopti. Miller jon tikib sızgan bo'lsa-mu, lekin uning turmush rasvodi bir masala bo'lgan edi. Astagfirullah. Qarang. Siz Miller efendi bulamsiz. Men rasm sodigiri. Sizni men alayda taklif qilgan bo'lay. Menga bir rasm siz tagin bo'lsangiz, bo'lamdi. Mana bundaq rasmni sizdan bo'lamdi, Men bundaq rasmlarni chizmayman. Sizmi shundaq rasmlarni chizishga amroq rassamlarni teping. Yo'q efendi, siz kamtar odamkansiz. Men har xil fikrlarni angladim. Siz boshqalarni qilishmaysiz. Siz shundaq to'g'ri ifodalabsiz ekansiz. Siz yalang'och rasmlarni cho'qib yaxshi chizib chiqa olasiz. Men yuqori bahada setib olaman. Qarar qiling efendi, Moshunda kelishdik emsa, moshunda qilsangiz, oqilona ish qilgan bo'lasiz. Bu oldin berilgan zakalat pul. Qolgan pulni rasmini chizib chiqarib bersangiz beraman. Emsa sizga topshirdim. Sizga topshirdim. Yaxshi, moshundaq bo'ladi. Bak yaxshi bo'pti. Bak obdan bo'pti. Hozir Miller turmush qiyinchiligidan qutulib qoldi. Lekin bir kuni odatkiga o'xshash Miller zakaz qilgan rasmni rasm do'koniga bordi. Bu rasmni kim chizgandi? Miller ismli bir rassom chizibdi. Nomi chiqmagan odam. Rasmni noiti obdan chizibdi, ammo chinliq yo'q. Xaridorlarning so'zlari xuddi pichoqdek uning yuragiga sanjildi. Bu rasmlarni qo'saq to'yg'izish uchun chizgan emasmidim. To'g'ri. Miller ilgari ko'p qitim Lover sarayga borgan edi. Ayni chog'da uni mashhur rasmlar qattiq jalb qilgan. Ham nurg'un narsalarni o'rganib olgan edi. Miller bugun bu yerga kelib, o'zining ruhini pok qilmoqchi bo'ldi. Miller o'tgan ishlarni esladi. O o'zining mo'l tabiat dunyosida o'sib cho'ng bo'lganligini, bu yerda peshonasidan ter to'kayotgan kishilarning borlig'ini, duo tilovat chaqirib chilingan yangroq qo'ng'iroq ovozining borlig'ini ko'z oldiga keltirdi. Men nim bo'ldim?
Resim sizip setip, gün ötküzüşünü oylap, turmuşni aks ettirip berishni unutibdiman. San'atni mana shunday qilgan bormi? Endi tushundim. Xayr xo'sh. Bu soxtalik bilan to'lgan dunyoda Faqat yuzaki saxta narsalar qiziqqanning nima foydasi? chiroyli yalavaç rasmlar, podshohlarning rasmlari. Faqat emgakchi xalqning qalbidan haqiqiy go'zallik paydo bo'ladi. Sakra, to'g'ri, sakra qishib ketay. Ediz eriqlarni yurib, peshonamdan ter to'kib, qalamim bilan tabiat dunyosini chizay, kishilik dunyosidagi chinlikni chizay. Miller Parijdan ketdi. Parijda u xuddi hikoyalardagi sahrolik to'mpaylarga o'xshab qolgan edi. U faqat keng tabiatning qo'ynida mavjud bo'lib tura oladi. Shundan boshlab Miller bir xilvat yezda turib qoldi. Har kuni jafo tortib ishlasimi, nomratlikdan qutulmagan dehqon ayollarning obrazidan u mangulik go'zallikni topgan edi. U oqidan uzildirmay mashhur rasmlarni chizib chiqdi. Millerning rasmlari ilgirki diniy rasmlar, tarixiy rasmlarga o'xshamaydi. Miller chizgan rasmlar keyingi rassomlar orasida cho'ng ta'sir paydo qildi. Shuning bilan bir xil yangilik turg'izildi. 遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統